To'rtinchi misol tahlili. B ning qanday qiymatida x kvadrat plus bx plus 27 teng 0 tenglamaning ildizlaridan biri 9 bo'ladi. Demak, ushbu kvadrat tenglamani ikkita ildizidan biri 9 ga teng. Bu degani kvadrat tenglamadagi x ni o'rniga 9 ni olib borib qo'ysam, ifoda 0 ga teng bo'ladi. O'rniga qo'yamiz. X ni o'rniga 9 qo'ysak, 9 ni kvadrati plus b ko'paytirilgan 9 plus 27 teng 0. 81 qo'shilgan 9b qo'shilgan 27 teng 0 ga. 81 ga 27 ni qo'shsak, 108, 108 ni tenglikni ikkinchi tarafga o'tkazamiz. Minus 108. B ni topish uchun 108 ni bo'lamiz 9 ga. B barobar minus 12. Demak, ushbu misolning yechimi A javob bo'ladi.